Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bu men sizlar bilan ingliz tili knowledge. Bugun biz sizlar bilan to be fe'li, ya'ni hozirgi zamon shakli. To be fe'li gapda fe'l yo'q bo'lsagina ishlatiladi. To be ning hozirgi zamon shakli am is are. To be fe'li gapda asosan umuman fe'l bo'lmaganda ishlatilinadi va qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz hozir. He, she, it. He bu u degan ma'noni anglatadi. O'g'il bolalarga u degan ma'noni anglatadi. She esa qiz bolalarga nisbatan u degan ma'noni anglatadi. It so'zi esa gapda biron bir narsaga ishlatiladi. Masalan, mening kitobim qora. Kitob bu jonli jism emas yoki shaxs emas. Mana shu he, she, it deganlarga is degan to be ishlatiladi. Misol uchun gap tuzsak, he is a doctor. He is a doctor deylik. He is a doctor. Mana bu gapda is to be. Chunki bu gapda fe'l yo'q. O'shaning uchun is kelyapti. I olmoshiga esa am to be ishlatilinadi. I ga am ishlatiladi. I men degani I am a pupil deylik. I am a pupil. Mana bu gapda ham fe'l mavjud emas. O'shaning uchun am to be qo'yilgan. Gapda fe'l bo'lmasa ham to be qo'yilishi mumkin. Albatta bu present continuous, present simple va shu kabi zamonlarda ham qo'yilishi mumkin. Agar gapda fe'l bo'lmaganda fe'l to be qo'yilishi mumkin. Albatta gap bo'lganda ham qo'yilishi mumkin. Chunki ayrim zamonlarga mana shu to be kerak bo'ladi. Bitta mana bu am ga emas, qolgan is, am is are ga kirishi ham mumkin. Ana endi you, we, they. You, we, they kabi olmoshlariga are to be ishlatiladi. Chunki bular ko'plikni anglatadi. Qolgan I, he, she, it kabilar birlikni anglatadi. He, u, she, u, it, u, I, men. Bunda ko'plik ma'nosi qo'llanilmayapti. O'shaning uchun am yoki is am yoki is to belari qo'yilyapti. You, we, they, you sizlar, we bizlar, they ular degan ma'noni anglatgani uchun are to be qo'yiladi. Ana endi ushbu to be ga gaplarni tuzib olamiz. They are nima deyishimiz mumkin? They are lions. Bilmaganlar uchun lion bu sher degani. Sher degan ma'noni anglatadi. Ana endi ushbu mavzu bularni inkor formulasi ham mavjud. Bunga subject qo'shilgan to be plus not qo'shilgan noun yoki fe'l. Noun uni o'zbekchasini yozmoqman. Bu noun inglizchasiga ot degan. Ot bu hayvondagi ot emas, bu oddiy. Masalan, kitob bu ot bo'lishi mumkin.
subject bilmaganlar uchun subjectga he, she, it, I, we, you, they kabi olmoshlar, shu olmoshlar kiradi. Aha. Bularni albatta yozib qo'ygan yaxshi. Endi inkor gapga gap tuzib olsak, he is not a student. Student degan gap tuzamiz. Bu he, she, itga gap. Ana endi I olmoshiga gap tuzsak. I am not a liar. Men yolg'onchi emasman. Liar bu yolg'onchi degan ma'noni aytadi, bilmaganlar uchun albatta. Endi they ga gap tuzsak, yo you ga. You are not nima deyishim mumkin? You are not pilot deylik. Pilot uchuvchi degan ma'noni aytadi. You are not a pilot. Aha. Ana endi mana shu uchala ko'plik fe'liga ham gap tuzib oldik. Ko'plik fe'li emas, faqat bu yerda you ko'plik fe'li. He bilan I esa bular oddiy birlik shaxs olmoshlar. Ana endi so'roq gap tuzsak. Endi so'roq gap uchun to be plus subject qo'shilgan ot yoki fe'l. Endi ushbu Muzaffar senga bitta yaxshimi yomonmi o'rtachami? Endi ushbu fe'llarga gaplar tuzib olsak, itga tuzamiz endi. It is it a book deylik. Ana endi you we ga. Are we ready? Ready so'zi tayyormizmi? Tayyormizmi degan ma'noni anglatyapti. Am I passed the test? Bu sal qiyinroq gap bo'lib qoldi, to'g'rimi? Passed. Bu imtihondan o'tdimmi degan ma'noni anglatadi. Butun bu ibora. Am I. Mana bu yerda uchala to be ham ko'rishlar mumkin oldida turibdi. Chunki bu fe'llarda fe'l yo'q. Ana o'shaning uchun qo'yilmayapti. Tushundinglar degan umiddaman ushbu fe'llarga. Ana endi sizlar uchun men uy ishini berib beraman. Uy ishiga faqat bitta gap. Sarah and I yo'q, bunday demaylik. Bu yerga pastki chiziqcha. Sarah and I read the book. Mana shu sizlar uchun uy ishi bo'ladi. Mana bu chiziqchalarga qanday so'z qo'yiladi? Armi, ammi, ismi. Javoblarni kommentariyada kutib qolaman. Hammaga xayr, ko'rishguncha salomat bo'linglar.